Assalomu alaykum aziz onalar va otalar. Bugun juda ko'p ota-onalarni tashvishga soladigan mavzu haqida gaplashamiz. Bola nega kech gapiradi? Ba'zi bolalar 1 yoshida so'z ayta boshlaydi, ba'zilar 2-3 yoshgacha ham gapira olmaydi. Shunda ota-onaning yuragi bezovta bo'ladi. Bolamiz normalmi, nimadir muammo bormi degan savollar paydo bo'ladi. Bugun sizga hammasini sodda qilib tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, juda foydali bo'ladi. Birinchi, har bir bola bir xil rivojlanmaydi. Birinchi va eng muhim narsa, har bir bola individual rivojlanadi. Kimdir tez yuradi, kimdir kech. Kimdir tez gapiradi, kimdir kech. Ba'zi bolalar ichida hamma narsani tushunadi, lekin gapirmaydi. Bu ham normal holat bo'lishi mumkin. Ikkinchi, eshitish muammosi bo'lishi mumkin. Bola gapirmayotgan bo'lsa, eng birinchi tekshiriladigan narsa eshitish qobiliyati. Chunki bola eshitmasa, so'zlarni ham o'rgana olmaydi. Belgilari, ismini chaqirganda qaramaydi, ovoziga ham reaksiya kam beradi. Televideniya yoki telefon ovozini baland qiladi. Shunday bo'lsa, albatta shifokorga ko'rsating. Uchinchi, kam muloqot qilish. Bola bilan kam gaplashilsa, u ham kech gapiradi. Masalan, bola bilan kam suhbat qilish, telefon yoki televizor ko'p qo'yish, birga o'yin o'ynamaslik. Bola tilini eshitib o'rganadi. Shuning uchun unga ko'p gapiring. Mana mushuk, bu olma, keling yuramiz deb. To'rtinchi, telefon va multfilm ko'p ko'rish. Hozirgi eng katta sabab bu telefon va multfilm. Bola ekranga qarab jim o'tiradi, lekin gapirmaydi. Natijada miya passiv bo'ladi, so'z boyligi rivojlanmaydi, bola kech gapiradi. Beshinchi, rivojlanishning tabiiy sekinligi. Ba'zi bolalarda shunchaki nutq rivojlanishi sekinroq bo'ladi, lekin boshqa hamma narsani yaxshi qiladi, yuradi, o'ynaydi, tushunadi. Bu holatda ko'pincha vaqt bilan o'zi ochilib ketadi. Oltinchi, qachon xavotir olish kerak? Agar bola 2 yoshgacha umuman so'z aytmasa, ismini bilmasa, atrof bilan muloqot qilmasa, unda albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Uyda nima qilish kerak? Eng muhim qism, bola bilan ko'p gaplashing. Kitob, rasmlarini ko'rsating, har narsani nomi bilan ayting. Telefonni kamaytiring, birga o'yin o'ynang. Eng muhimi, sabrli bo'ling. Xulosa, aziz ota-onalar, har bir bola o'z vaqtida rivojlanadi, lekin unga yordam berish bizning qo'limizda. Ko'p gapiring, ko'p e'tibor bering.